Jigarlar qaranglar, rasmiy xabar. Manchester City yarim himoyachisi Rodri Real Madridga o'tadi. Manchester City hujumchisi Holland Real Madridga o'tadi. Raul klub sport direktori bo'ladi. Bu so'zlar kimga tegishli bilasizlarmi? Bu rostdan gapirilgan va'dali. Hozir men sizlarga shu haqida gapirib beraman. Videoga bitta like bosib, repost strelka bosib, maksimal realchilarga jo'natib o'ringlar. Qani ketdi. Ha, to'g'ri eshitdinglar. Holland Real Madridga o'tadi. Rodri Real Madridga o'tadi. Raul bo'lsa klub sport direktori bo'ladi deb intervyu berdi. Enrique Riquelme bu Real Madridda yangi prezidenti bo'lishi uchun nomzod. Lekin men umuman ishona olmayman. Florentino Perez o'zini joyida qoladi. O'ziga o'zi saylov qildi menimcha bu. Chunki Florentino Perezni yutish nazariy jihatdan bo'lishi mumkin, lekin amaliy jihatdan menimcha bu juda qiyin, sensatsiya bo'ladi deb o'ylayman. Va o'sha yangi prezident, yangi bo'lmoqchi bo'lgan prezident va'dalar beryapti. Chorshanba kuni men ispaniyalik bo'lmagan bir super yulduzning transferini e'lon qilaman. Shundan so'ng esa jamoamizning bosh murabbiyining nomini ma'lum qilaman deb va'dalar berib qo'yapti. Bu yoqda keyin qaranglar. Bu klub uchun haqiqatan ham zarur bo'lgan 2 nafar futbolchi va biz ular bilan kelishuvga erishganmiz. O'ylaymanki, yaqin 2 hafta ichida ularning ismlarini e'lon qilaman. Uje bu o'zidan prezident yasagoryapti, bilmayman. Qanaqasiga nimalarga ishongan holatda Florentino Perezni yutib qo'yaman deb o'ylayapti. Agar men chorshanba kuni prezidentlik saylovida yutadigan bo'lsam, super yulduz transferini undan keyin esa yangi bosh murabbiyni e'lon qilaman. Va'dalarni qaranglar. Florentino Perez ham bu darajada va'dalar berib tashamagan. Bilmadim, men ishona olmadim. Bu yangi prezident, ya'ni Enrique Riquelme Real Madridning yangi prezidenti bo'lishiga umuman ishonmadim. Menimcha Florentino Perez qoladi. Lekin saylovdan keyin bizani katta ishlar kutib turibdi. Menimcha transferlarning bombasi bo'lsa kerak. Videoni maksimal realchilarga jo'natib qo'yinglar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Florentino Perez Realda qolgani yaxshimi yoki yangi prezident Enrique Riquelme Real Madridda boshqargani yaxshimi? Men uchun Florentino Perez har doim nomer 1.